Assalomu alaykum, hurmatli Mega Drop kanali obunachilari. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, tinchmisizlar? Xo'p, bugun sizlar bilan yana yangi video va bitta proyektni ko'rib chiqamiz. Bu proyektni men oldin ham YouTube kanaliga obzor qilgandim va ko'p narsasini ko'rsatib o'tganman. Oradan vaqt o'tgach, hozir botda yangiliklar va listing haqida xabarlar chiqishni boshladi. Bu xabarlarga tayanadigan bo'lsak, yana 1 oydan keyin listing va 1 oydan keyin biz o'z pulimizni chiqarib olamiz. Shuning uchun shoshilinch video qilishga qaror qildim. Endi videoga o'tishdan oldin sizlardan bitta iltimos bor. Xo'p, video ko'ryapsizlar, qilgan mehnatimizga yarasha o'sha like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Kerak bo'lganda savollar bo'lsa, qiziqtirgan takliflar bo'lsa, shu hammasini kommentariy qismiga yokida Telegram kanalimizga o'tib qo'yib, yozib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanalimiz mana bu Mega pastki chiqcha Drop Time. Xo'p, bu kanalda asosan nimalar bo'ladi? Bu kanalda YouTube kanalga chiqqan o'sha bot bo'lishi mumkin, sayt bo'lishi mumkin, hammasini to'liq ma'lumoti, kerakli bo'ladigan ssilkasi yokida o'sha YouTube kanalga chiqmaydigan narsalar ham bo'ladi. Masalan, xo'p, shu orada aytib o'tib ketaman, Not Games o'yini bor. Bu Not Games Notcoin tomonidan chiqarilgan. Notcoin o'ynaganlar bo'lsa, kirib ko'rishingizni tavsiya beraman. Hozir sotmanglar hech kimga. Men o'zim ham sotmayman, chunki bu narx ko'tarilishi aniq. Xo'p, narx ko'tarilsa o'zimiz aytamiz va sizlarga ham, bizga ham foydali bo'ladi nasib bo'lsa. Xo'p, gapni ko'p cho'zmaymiz. Shunaqa proyektlarni shu yoqdan topasizlar. Birinchilardan bo'lib xabar beramiz nasib bo'lsa. Xo'p, ketdik, proyektga o'tamiz. Planet X. Xo'p, bu narsani oldin ham video qilganman. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Listinggacha 31 kun qoldi. Bu listing bo'lgan paytida bizdan so'raladigan tokenlar PLX tokenlari. Bu tokenlarni biza qanaqa qilib yig'ishimiz mumkin? Bu tokenlarni yig'ishni bir qancha usuli bor va biz boshidan tushuntirishni boshlaymiz. Xo'p, bu narsalarni yig'ishni birinchi usuli bu vazifalar. Ежедневный, ya'niki har kunlik vazifalar bor. Bunda o'sha birinchisi ежедневный nagrada har kun kirganingiz uchun qanchadir miqdorda Atom tokeni beradi. Atom tokeni bo'lsa, xo'p, mana bu. Mana bu token Atom tokeni. Menda 5000 ta bor va bu Atom tokeniga biza xo'p, sayyora sotib olishimiz, shu orqali DNK tokenlar ishlashimiz, DNK tokenlari orqali bo'lsa, ruletka orqali, xo'p, men bitta narsa ko'rsatib beraman, ruletka aylantirgandek bo'lamiz. Xo'p, mana menga PLX tokeni yig'amiz. Bu yoqda yana qo'shimcha imkoniyatlar ham bor. Bu imkoniyatlar qanaqa? USDT ishlash. Xo'p, ko'rib turganinglardek, menda 704 USDT bor. Bundan tashqari biza PLX tokenidan tashqari yana DNK tokeni ham ishlashimiz mumkin. Bu DNK tokeni o'sha ruletkani ichida bo'ladi, faqat buni boshqa joydan ishlolmaysizlar agar sayyora bilan ishlamasanglar. Xo'p, bundan tashqari biza avtoperezaryadka, ya'niki o'zi avtomatik qayta zaryadlash funksiyasini yoqishimiz mumkin. Menda sayyora ko'pligi sababli 5 kun uchun 528 ta so'rayapti. Sizlarda kirganinglarda sayyora halicha bo'lmaydi yoki bitta bo'ladi. Bir kunda bitta DNK tokeni beradigan sayyoralarning bo'ladi. Sizlarda imkoniyat bu tezroq vazifalarni bajarish, xo'p, do'stlar chaqirish, keyinchalik qolganini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ikkinchi yo'li bu bizada ugadayte film, ya'niki filmni topish. Bu yoqda turli xil emojilar beradi. Sizlar shunga qarab film yoki multfilm bo'lsa, o'shani xo'p topib 50 tadan Atom token olishingiz mumkin har kuni. Xo'p, buni qayerdan topamiz desanglar, menda bitta taklif bor. Xo'p, bu narsani biza har kuni o'zimizni Telegram kanaliga tashlab boramiz. Masalan, bugungisi Finding Nemo. Hop, tekshiramiz.
va bizga 50 ta DNK token berildi. Xo'p, vazifalar to'g'riligini qayerdan tekshiramiz? Выполненные, ya'niki bajarilganlar. Xo'p, bu yoqda yana turli xil vazifalar bor. Masalan, reklama ko'rish, 0.5 ta ton o'tkazish, turli xil o'sha o'zini hamkor botlariga start bosish orqali biza atom tokeni ishlaymiz. Yana, bu yoqda zagadka dня, ya'niki kun topishmog'i beriladi. Xo'p, bu yerda turli xil savollar so'raladi va bu savollar ko'pincha o'sha osmonda kosmonavtika fani bilan oid bo'ladi. Buni ham hamma o'sha eee, kun topishmog'i, ya'niki zagadka ya'ni javobini keyin emoji film emoji turidagi savolni ham javobini Telegram kanaldan topasizlar. Telegram kanalimiz har doimgidek описаниеda. Xo'p, endi buni hozir bizga kerak emas. Olib turamiz. Xo'p, yana o'sha aytganimdek, anavi atom tokeni va PLX tokeni ishlash yo'li bu sayyoralar sotib olish. Buni ko'rsatib o'tdim. Xo'p, bizaga atom tokeni nima uchun kerakligini ham qisman tushuntirdim va yana bir narsaga tushuntirib o'taman. Bu yoqda xo'p, bizada super box qo'shilgan yangiliklardan. Super box ichida xo'p 2000 limited box bor, keyin 50 ga 50 box bor. Bu 2000lik boksning ichida qanaqa narsalar bo'ladi? Xo'p, Broke degan sayyora 32 ta DNK beradi agar bu tushib qolsa sizlarga. Yoki Sharn degan sayyora 185 ta beradi kuniga. Bular tushish ehtimoli judayam kam. Xo'p, bizaga tushish ehtimoli katta bo'lgan narsa Loom tokeni 4,5 ta DNK bilan, xo'p, yoki atom tokenlari 1,5 mingta, keyin qolganlari kamayib ketaveradi. U narsa o'sha imkoniyatimizga va omadimizga ham bog'liq. Endi bir xil odam bo'lishi mumkin, Brook tushirib qolishi mumkin. Ayrim odamlar Sharn ham tushiradi, lekin buni foizi juda kam. 1000 tadan bitta odam oladi demoqda. Xo'p, endi sizlar bilan yana 50 ga 50 boksni ham ko'ramiz. Bu 5000 ekan. Xo'p, Fortuna Planet, ya'niki Fortuna Planet tushishi ham mumkin. Agar 32 ta omadingiz kelsa Fortuna Planet olasiz, bo'lmasa 5000 ta atom tokeni ishlatib bitta olasiz. Undan ko'ra men sizlarga buni tavsiya qilmayman. Undan ko'ra Добавить Planet'ga kiramiz. Hozir boyagi bilan solishtirib ko'ramiz. Xo'p, men agar 5000 ta sarflasam qancha berar ekan menga? 5000 taga emas u, lekin 2000 taga, xo'p, 2300 ga masalan 5,5 ta DNK beradi. Agar siz 2000 lik limited box ochadigan bo'lsangiz, 2000 atom tokeningizga 4,5 ta olasiz. Shunaqa qilib bular ham foydada bo'ladi. Sizlarga limited boxni tavsiya qilmayman, o'zim ham ochmaganman shu uchun. Bir marta ochdim, unda ham test qilish uchun. Yaxshi narsa tushmaydi. Xo'p, keyin boya ko'rsatib o'tdim. Menda 7.4 DNK USDT tokenlari bor. Buni men qanaqa qilib yig'dim? Xo'p, men o'sha DNK tokenini olib, ko'paytirib har 5 kunlikda tezroq kirsanglar, xo'p, 5 kun ichida yig'ilib qoladi. Uning uchun oldin ozgina bir PLX tokeni, keyin atom tokeni yig'ib olishinglar kerak. Xo'p, biza 5 talik qilib ochib ko'ramiz. 3 ta testoviy nima bo'lishini hozir ko'ramiz. Test qilib ko'ramiz. Xo'p, ketdik. Xo'p, birinchi 5 taligimizda 740 ta PLX tokeni tushyapti. O'zi aytib o'tilgani, xo'p, sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'taman. Bu yoqda nima deyilgan? Prizovoy fondda USDT tushishi ehtimoli 3%. 30 ta ochsangiz bittasida tushadi-da. 30 tadan bittada tushadi. PLX 74%, bu 100 tadan 74 ta ochganingiz PLX bo'ladi. Token keyin atom bo'ladi 18%, undan tashqari DNA tokenlari. Xo'p, bu 5% va USDT ko'rib turganinglardek 3%. Endi davom etamiz, lekin ko'ramiz. Masalan, 50 ta atom tokeni tushdi, bu 5% edi. Bu degani 20 ta ochsam bitta tushishi kerak edi, lekin men 10 ta ochdim, bitta tushyapti. Xo'p, oxirgi 5 talik va ko'rib turganinglardek unaqa
USDT ololmadim. Xo'p, lekin menda hozir 181 mingta PLX tokeni bor va 5,1 K Atom tokeni. Bu narsani men nimaga ishlataman? Xo'p, asosan men avtoperezaryadkaga, keyin pulim ko'paygandan so'ng, bitta yaxshiroq planeta olish niyatim bor. 4000mi? Hozir. Mana bu Tesseract olish niyatim bor. 9100 ta bo'lgan. Bu 26 ta beradi kuniga. Menda 24 ta bo'lsa, men 50 ta olaman keyin kuniga. Xo'p, menda hozir 24 ta. Tesseractni olganimdan keyin kuniga 50 ta beradi va o'ylashim bo'yicha keyin men o'sha qancha ko'p sayyora olaversangiz, sizda shuncha ko'p o'sha pul yutish ham, keyin DNA va atom tokenlarga yutish imkoniyatingiz ham ko'payadi. Undan tashqari siz ko'proq PLX tokeni ham olasiz va bu degani siz ancha narsa ishlaysiz. Xo'p, yana ko'rsatib o'tishim mumkin bo'lgan bitta oxirgi narsa bu do'stlar chaqirish orqali atom tokenlari ishlash. Bu yoqda o'zini kriteriyalar, ya'ni shartlari bor. Qanday shartlari? O'sha yutuq berish davomiylik shartlari. Bu 1-dan 5-do'stingizgacha 400 tadan berib boradi har bir do'stingiz uchun. Keyin 6 tadan 15 tagacha do'stingiz uchun 70 atom tokeni olasiz. Xo'p, 16 dan 50 do'stingiz uchun 50 ta 16-chi va 50-chi do'stlaringiz orasida 10 tadan token olasiz, atom tokeni. 51 dan ko'proq druziy bo'lsa, bu 5 ta atom tokeni beradi. Xo'p, endi bizada unaqa 50 tadan ko'p odam chaqirish imkoni ko'p emas. Menda masalan 12 ta chaqirganman, chunki menda profillarim bor. Xo'p, hozir agar kimdir topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bizani kanalda o'sha topish yo'llarini ham aytib o'tib ketaman. Hozir ham masalan turli xil forum gruppalar yokida masalan hammamizda 2 tadan, 3 tadan yoki 4 tadan ota-onamizda akkauntlari bor. Xo'p, bu sizlarga nima beradi? Birinchi sayyoralarni tezroq olasizlar. Sayyora olish orqali sizlar DNA ishlaysizlar. Bundan keyin DNA orqali Pixel, Atom yoki USDT tokeni ishlaysizlar. Xo'p, endi menda savol bo'lishi mumkin. Bu 704 USDTni nimaga chiqarmayapsiz? Bu yolg'on bo'lsa-chi debman bu narsani. Xo'p, endi bu narsani bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yoqda tranzaksiyani o'tkazish kerak va ton kошелек ulash kerak. Xo'p, undan keyin o'sha o'yinga birinchi kirgan paytim menga aytilgan narsa bu o'sha 20 ta bo'lsa, keyin chiqarishim mumkinligi aytilgandi. Ya'niki USDT'm qachon 20 ta bo'ladigan bo'lsa, 20 USDT yig'sam keyin chiqaraman. Xo'p, bugungi obzorimiz tugadi. Kuzatganlarga hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin.